O'ylab bakmaptikeman, sirtlarda shunday yoqtirib yeydigan aqmar sovuq seni oila qilsak sirtdikini yaxshi olib ketadiganni. Amsi bugun sizlarga eng tafsiliy qilish usulini o'rgatay. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatim ko'rsangiz chiqib o'rganalaysiz. Amsi o'rganish boshlaylik ketdik. Avval asosiy materiallardan oq va qarmurlarni oldin suvga chilib olgandan keyin suvda bir qaynatib olamiz juma tuqqanlar. Arqadan qo'shimcha xongani bo'lsa suratdagidek mana bu shakl to'g'rab olgandan keyin materiallarimizning hammani qachig'ilib olib, arliq ko'rib misha kelgan tuqqanlar haqsiz yurakdan birini berib qo'llag'ach ko'rsangiz rahmat. Ustiga nihoyat az miqdor tuz solayotgandan keyin jangtanishib olaylik. Qachiga yarim qo'shiq tuz, bir qo'shiq kunjut, bir qo'shiq uvoq lazam, shavsong va muvofiq miqdorda 3 choq to'g'rab olgan samsaq solib, ustiga ravrs qizitib olgan meyimizni 2 bo'lib qo'yib, mizlik piroq chiqarib olib, rosa aralashtirib olamiz. Ondan sovuq sayning ta'min texim yaxshi chiqarsam yoki sirtdikiga o'xshash chiqarsam deydigan tuqqanlarimiz mana manda cho'ng ustamniki sovuq say test qo'ysin bir qo'shiq solib olsak bo'ladi. Cho'ng ustamning cho'ngligi bor deb sovuq sayimizniki rangi va ta'mini yaxshi chiqarmagan tuqqanlar mushunlar sinab beqinglar. Kaynidan shavmeja va yarim chimish atrofida ochiq suv qo'yib, baya tayyor qilib qo'ygan sovuq sayimizning ustiga qo'yiblar, asti ustini rosa aralashtirib taqsiga olib iste'mol qilsak bo'ladi. Mana qaranglar, rangi shunday ko'rkam va ta'mi nihoyat yaxshi chiqadigan sovuq sayimiz tayyor bo'ldi. Emis oxirida qo'llash yusidan yurakdan birini besib, pinglar rayniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ysanglar, qo'llinglarga rahmat.